Ushbu ko'rib turgan mashinalaringni 5000 dollarga berib yuboramiz. Assalomu alaykum, hurmatli skuter obunachilari, kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Xudo xolasa skuterda yoki velosipedda emas, ushbu ko'rib turgan mashinalaringni arzonga berib yuboramiz Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turing, bitta like bosib, obuna bo'lib turing. Narxi siz o'ylaganingizdan ham ancha arzonroq narxda bo'ladi. Bozordan ancha arzonga berib yuboramiz, sababi pul bo'shatgani arzonroq qilib beramiz. Ushbu mashina o'zimiz minib yurgan, haydab yurgan, chotki, hamma ishdi, hech qanaqangi ishi yo'q mashina bo'ladi. Lacetti avtomobili Gentra qilingan 2013-yil. Hop, yurgan kilometr masofalari 432 ming kilometr yurgan. Balonlari yangi qo'yib qo'yilgan, shaka diskalarda bo'ladi. Hop, metanda ham, benzinda ham yuradi. Hop, ichkarisiga tablolar qo'yib qo'yilgan. Monitor tablolar, ichki salonlari ham aslida ham ideal holatda turibdi. Sexollari ham uncha urinib ketmagan. Xullas pul zararligi uchun berib yuboryapmiz. Mashinamiz naqd pulga sotiladi. Hech qanaqangi kredit, bank nasiya savdoga berilmaydi. 5000 dollarga beramiz. O'zingiz nomiga o'tkazib olasiz. Bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'lar, kelib ko'rib, bag'ida urilgan, qirilgan, silingan joylari bor. Kelsangiz ko'rsatiladi bularni. Xudo xolasa. Pastda nomerlar qoldiramiz. 91 677 67 91 nomerlariga bemalol bog'lansangiz bo'laveradi. Mashinamizni akkumulyatori yangi qo'yib qo'yilgan, 1 oy bo'lmadi hali. Akkumulyatorlari yangi holatda. Bunaqa vaziyat haddan bo'lmaydi. Ko'rib turgan mashinalarini 5000 dollarga berib yuboramiz. Katta bolalarning mashinasi Gentra. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Kamchiliklariga rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Skuter kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xillaridan kelgan, xudo xolasa, skuterlarda ham injiqlari kelgan, kech bo'lishiga qaramasdan video qilyapmiz. Bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.